Sana deb qo'yay, ayni chog'ida olamanli desam, nakkisi tayyor edi. Onang xushomad qilib, seni menga tanglab turolmagan bo'lsa, to'qonliqimni navbatdan tegmaydi. Tijmanlan qizi. Meni o'zi tug'may ko'chadan tepib elib baqqan bo'g'aymidi yoki biror ojiz mazlumaning baqqali qurbi yetmaydigan nimjon bolasi bo'lsam, ish ag'irtib ep qolgan bo'g'aymidi. Bu beshini yeydigan maraz. Nomus qilmaydigan nima ekansan? Vijdonini qurtg'oj debatgan pes. Sen er kishi bo'ldingmi? Qani menga bergan va'dam. Endi kelib hech gap yo'qla, yuz o'raysan ha? Ko'rdingmi? Meni sendan talashyapti. Menga erishganing uchun xush bo'lsang bo'ladi. Majburiy to'yning bayoni. Aktori Aysham Ismoil Tabassum. Canım ana, sizga bu gaplarni deyishni menga qanchalik tas kelayotganligini bilamsiz. Tas ana, behim tas. Lekin endi demisan, ichimga sig'dirolmadim. Endi demisan, bu buruqtirmoqqa, bu azoblarga chidayolmadim. Canım ana, siz his qilmadingizmi? Meni baxtli bo'lsam deydigan maqsadingiz sababidan baxtsiz bo'lib qolishimga sababchi bo'ldingiz. Meni o'zingiz xohlagan yo'lda menishga majburlab, o'zingizning baxt qarshiga ko'ndirishga harakat qilib, hamda boyashab turmush qaynimiga ishtirib, oxir murodingizga yetdingiz. Lekin bular orqali meni ko'tirib qo'qqisiz azoblarga duchor qildingiz. Men qaramoqqa shuncha baxtli, ammo eng baxtsizman ana. Boshqalar deydi, ota-ona degan har vaqt bolasini o'ylaydi, uning uchun g'amini yeydi deb. Buning to'g'ri ekanligi gap ketmaydigan haqiqat. Ammo mushu haqiqat qanchilgan bolalarni o'z orzusiga muxolif holda ota-onalarining yaxshi ko'nglini qabul qilib, o'zlarining mushaqqatni echildirgan muhabbat gulini xazon qilish, o'zi orzulab so'ygan kishisini azoblab, ko'z yoshlariga, nola zoriga unsiz chidash bilan amalga oshyapti. Ota-onalar zo'rlab chetib qo'ygan taqdim to'lisi degidek baxtsiz bo'lib xulosalanganda bo'lsa, qo'yiladigan ayb bizning ko'nglimizda tushunmadim. Biz yaxshi deganni qadrlamadim. Bizga qiydab keyingi yo'lni o'zing tanlading degandan iborat bo'ladi. Aqlim yetmaydi-ki, men seni qaysi takrorman. Asli sizning deganlaringizga ko'nishim kerak edi ana. Darvaqa men ko'ndim. Yuragimning qat-qitig'i tamg'i bo'lib besilib ketgan bir ismning egisini, ko'ngil xonamning mangulik mehminini, mendan zo'r umidlar bilan muhabbat sharobi kutib turgan birsini zar-zar qaqshitish ham o'z orzuyimga muxolif holda sizning, faqatla sizning tanlashingizni qabul qilish badaliga muhabbatimning qotiliga, baxtsizligimning javobgoriga aylandim. Anglayotganingiz Miskina ovozliq asarlari. Siz haqliqsiz ana. Nemani ishqa buyursangiz, qandoqli boshqursangiz, hayotim, turmushim haqida qandoqli qaror chiqarsangiz, haqliqsiz. Men ham sizninkini azaldan to'g'ri deb qarab kelgashga, yuragimni ombur bilan qisib, o'z ra'yimdan yondirib turib, sizninkiga unashqa majburladim. Unamaymi amalim yo'q edi. Bir bola uchun onaning beqib cho'ng qilganiga pushaymon qilib, norozi bo'lishidan ortiq jazo bormi? Shunga men ko'zimni yumibla siz boshlagan yo'lga mangmoqchi. Baxtimni, umrlik muhim ishimni do'g'ri tikmoqchi bo'ldim. Kim bildi?
bu tikishda eng zo'r o'ttirg'uchi bo'lib qolishimni. Lekin yana demaymi chidayolmayman ana. Men mushunda qon yutib, zar yig'lab yurgan kunlarda dardimga malham bo'lmoqda yo'q. Aksicha barcha baxtsizligimning bosh javobgori men o'zimdek. Sizning meni majburan to'ylab, o'zim tonimaydigan, xolamaydigan birisiga chetib qo'yishingiz qilchi xato sizdek. Faqat men uni o'zimga al qilib, chiqishib o'tamagan sababdan baxtsiz bo'lib qolgandek. Shu chaqda yig'lab kelsam, meni qor yomg'irday tillab, dushkanlab ketganingiz yodingizdami ana? O'ylagan edim. Anam meni o'zi tug'may ko'chadan tepib elib baqqan bo'g'aymidi? Yoki biror ojiz mazlumaning baqqali qurbi yetmaydigan nimjon bolasi bo'lsam, ish chag'irtib ep qolgan bo'g'aymidi? Nimancha tosh yuraklik bu? Anglavatqanimiz Miskina ovozliq asarlari. Mana shuningdan boshlandi. To'y degan asli inson hayotini o'zgartguchi. Hayotga yorqin izlarni besib, kelgusi uchun yuksak ishonch, arzu armonlarni uyg'otguchi murosim edi. Lekin bu murosim tunji qadimida ko'ngilsizlik bilan boshlandi. Meni ko'chirgili kelgan mashina to'xtab, qiz qo'ldishim qo'ltig'imdan yo'lashtirib degodak mashinadan tushdim. Qayon mengishimni bilanmay, qo'ldishimning boshlashini kutib joyimda turdim. Bir chaqda qiyochiya anglandi. Ovoz chiqqan tarafga bo'yindab maradim. Egiz temir darvoza oldida to'plashib olgan 7-8 kishi kimningdir birisining hovli ichiga kirishini to'smoqchi bo'lib, paypetak bo'lishib yuradi. Kirmoqchi bo'g'ini ayol kishi bo'lsa kerak. Og'zini buzib kimlarni do'tillaydi. Adab devaylab hovliga kirmoqchi bo'ladi. Uni to'siyotganlar birdan 2dan ko'paydi. Endi uning ancha-muncha pulanglab, shiltingishib turgan qo'llarimi, erlarning oyoqlari orasidan g'ilpal ko'rinib qoladigan egiz pashnaliq qora ranglik oyog'i va o'ruq oppoq putlarimi ko'rinmay qelyotadi. Bo'ldi, qo'yinglar. Nima qila olaykin qani? Xolig'imni qilib boqsin. Bu yo'ldishimning ovozi edi. Uning nemishqa undaq deganligini u chaqlarda tushunmagan edim. Lekin keyingi kunlarda buni faqat menga ko'rdingmi? Meni sendan talashyapti. Menga erishganing uchun xush bo'lsang bo'ladi. deganni bildirib qo'yish uchun deganligini. Uning pat-pat ko'zimga mixtaq qadilib turib, "Sana deb qo'yay. Ayni chaqda olaman desam, nakkisi tayyor edi. Anang xushamat qilib, seni menga tanglab turolmagan bo'lsa, to'qqonliqimni o'tdan tegmaydi. To'y kuni nemishlarni bo'g'ini esingdimi? Tijmanlan qizi." degan zahardek gaplaridan to'liqi bilan poksiz holda tushundim. To'sivag'anlar uning kaskin buyrug'i bilan ayolni qo'yibdi. U xuddi kamondan etilgan o'qdek kelgan peti oldimda gediyib turgan yo'ldishimga esildi. Ammo u chaqqan kelib, ayolni tezlik bilan ishtiribdi. Ayol santirilib ketib, o'ngdisiga yiqildi. Yana o'rnidan turib, uningga esilmoqchi bo'lib kelganida, yandikilar to'sib, uni mahkam tutib oldi. Bu ishlar shunchalik qisqa vaqtda, shunchalik tezlik bilan bo'lib o'tdi. Men butun vujudimni quloq bilan ko'zga aylantirib, bu ishlarni tushunishga tirishib o'tdim. O beshini yeydigan maraz, nomus qilmaydigan emikansan. Vijdonini qurtg'ojlayotgan pes. Sen erkishi bo'ldingmi? Qani menga bergan va'dam. Endi kelib ish gapdan yo'qla, yuz o'raysan ha?
O beşini yeydigan maras. Numus qilmaydigan nima ekansan? Vijdonini qurtg'ajlab etgan pes. Senmi er kishi bo'ldingmi? Qani menga bergan va'dang. Endi kelib hech gap yo'qla. Yuz o'raysan ha? Aldamchi. Ayol to'xtamay tillaydi. Qo'llarini shiltib vaqirab, butun ho'ylini beshiga kiyib yig'laydi. Yo'ldishim bo'lsa, mag'rur holatda yediyib turib tomosha ko'ryotdi. Hay, İlhamjon ukam. Bu ish faqatla yaxshi olmadi. Ya, ma saran xotinni so'rab taloga chiqib o'tili. Yavanisi ikki ig'iz chiroyli gap qilib yo'lga selibdan. To'y kunida jida terilib to'disi, ne at, ne numus ukam. Kimdir biri yo'ldishimga shu gapni qilgandan keyin u qayta zuvonga keldi. Hey, to'la saranlik qilmay asta ketib ol. Qan chiqsangmi baribir foydasi yo'q. Numussiz. Qarama, tuzgorning bir chiroyli qo'g'layotganini. Yo'ldishimning gapi tugamasda ayol yana til soldi. Ayni chaqda qo'sig'imga o'ndirib qo'yishning oldida shunda qo'g'lasang bo'lmamdi. Doktorxonaga shu narisidan oldirish uchun bag'achig'imni qo'g'lasang bo'lmamdi. Pullarimni xajlab, rohitimni surayotganda shunda qo'g'lasang bo'lmamdi. Hayvondan turalgan mal'un. Ayol chapdaslik bilan o'rnidan turib, yana uningga etildi. Yo'ldishimning chiroy ifodasini ko'rishga, kayfiyatini bilishga amalsiz edim. Shundaqdimi, etilib kelgan ayolni zarb bilan ishtirib, orqadan yampishig'i bir tepik tepkinidan uning qattiq g'azablanganligini bilmak tas emas edi. Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Nima izzitingni qilganini bilmaysan, ey buzoq. To'yimni qalayib qilib chataq tergan oldi. Yana boshqa yerdan topgan bolani men tamoqchimidan va paskina. Bizdan chiqqisiz sat gaplarning to'y bo'layotgan mushu ho'ylada deyilayotganini anqirib, rost yolg'onligini ilg'i qilib bo'g'icha, kimdir biri qo'ltig'imdan yo'lashtirgunicha tortib epmadi. Men ixtiyorimni so'rab mang'uchiga topshirib, qandaqdir bu so'g'lardan atlab supiga chiqdim. Andin putlarim yumshoq ko'plarga surkalgandek, orqadan oldimga dasturxon selingandek bo'ldi. Qog'inini aniq ilg'i qilolmayman. Kallam garam. Aqlim o'zini yo'qotgan. Ho'yladagi ishlar qandoq besiqtirildi. Heyliq ayol o'zi ketdimi yoki boshqalar so'rab ep chiqib haydavatdimi? Bular menga qorong'u. Hatto to'y kunining qandoq kash bo'lib, hujra uyga kimlarning akirib qo'yib chiqib ketganini, qaysi mahaldan beri yolg'iz o'ltirayotganimni esimda yo'q. Ish qilib, alohida yasadaq bir uyda yolg'iz o'ltiraman. Yenimda na soat, na yonfonim yo'q. Qaysi chaq bo'g'inini asla bilmayman. Meni to'yuqsiz yig'i tutishga boshladi. Yot bir uyda shuncha uzun yolg'iz o'ltirish meni qandaqdir bir vahima qo'yniga so'rab, tenimni shurkantiradi. Eshik echilib, yo'ldishim kirib keldi. Beshimni ko'tarib, uningga qaradim. Qaradim-yu, bu qilig'imdan o'ng'aysizlanib, darrov yerga qarab oldim. U gapni qilmasdan kelib yenimda o'ltirdi. Andin asta qo'limni tutdi. Boyiqi yolg'izliqim ming hassa yaxshikan emasmi? Nemishqimi yolg'iz qolganimdan o'kinib g'iribsindim. Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Ajaba, kayfiyatimdagi jiddiylik, bezorlikni uningdan yoshirib qilishga amalsiz edim. Asta qo'limni tortib elib, yonga qarab oldim. U gap so'z qilmasdan birdam o'ltirgandan keyin o'rnidan turib ketdi. Andin tam ishkobining aynaklik eshigini ochib, birdam hablashgandan keyin uy ichida mungluq musiqa ovozi yangradi. Ana, meni shuncha atvolab, ishqimni sanmay,
tayyorga hayyor qilib cho'ng qilgan edingiz jenim ana. Lekin to'yim bo'lib 3-kunidan boshlab bu uyning moliyiga aylandim. Osh tamoqning huddisidan chiqish, 6 jon odamning kiyim-kechaklarini yuyib ratlash, dazmollash, o'rin ko'plarni selib yig'ish, atigini hammadan burun turib, kashlari hammadan keyin yetish. Boshqalar o'rnidan turib bo'g'icha, o'yla aramlarni seyirib supurish, andin choy tayyorlash, qaynotamlarning chiroyiga qarab ish ko'rish. Ular dasturxonga qo'l uzatmasa, jimmida qo'l bog'lab turishlar. To'laraqi ishqa kechikib qolmaslik uchun uydan nashtasizlik chiqishlar. Texi qaynonam rozilik bermaguncha kechikib qolsam ishdan chiqishga jur'at qilolmay, ichimga tinib royishlik bilan turishlar kundalik odatimga aylanib ketdi. Texi shuninglik bilanmi mendan hech kim, ya yo'ldishim, ya qaynonam qaynotam va yoki qayni singlim hech kim rozi emas. Tov deyman. Men kelin bo'p kirmasda bu uyda hech kim ish qilmaydigan bo'g'aymidi? Shu vaqtlarda ishlariga kimni sog'an bo'g'aydi? Yo'ldishim boshda bir obdan muomala qilyotdi. Allah hazal 2 oylardan keyin menga bo'lgan muomalasi o'zgarishga boshladi. Uyga bek kash keladigan, kasimi menga ancha gap qilmaydigan, yeb ichib qo'sig'i to'ygandan keyin pushuldab uyquga ketadigan. Burunqidek ishlarim tugab, bekor bo'g'icha kino ko'rgash saqlab o'ldirmaydigan. Burunqidek Herib qolgansa, deb mo'rilarimni o'ylab qo'yish emas, hardoq yetib, halim qolmagan holatda solishib o'zimni karvatga tashlaganimda. Qo'yma, iskating yo'q, eski yotqanga o'xshaydi ekansa. Xotin kishi degan suy teshib turgan olmadek omando. Qachon qolsa tog'ardek seni bilib turgan. Deb ko'nglimga tegadigan bo'lib oldi. Bundaq chaqlarda ko'nglim bek yerim bo'ladi. Turibla Nijot bilan o'tgan kunlarimni eslab qolatdim. Uning bilan to'y qilgan bo'lsam, balkim mundaq bo'lmas edi deb xayol qilib, ixtiyorsiz yosh to'kib qolatdim. Anglayotganingiz Miskina ovozliq asarlari. Bu oilada mening qilchilik o'rnim yo'q edi. Hammasi meni malayning o'rnida ko'rib, ishlariga xohlagancha buyurdi. Qaynonamning zahardek gaplari, yo'ldishimning oliyib qarashlari, qaynotamning baritmalab qilgan achchiq ta'nillar bilan buyurilgan ishlarni shartsiz o'rindashga majbur bo'latdim. Agar unda qilmasam, men tarbiya ko'migan qog'dalma, sahroliq loypachaq, eg'ildi cho'ng bo'lgan to'mpay. Siz bo'lsangiz, bola tug'ishni bilib tarbiyalashni bilmagan, cho'ng qilishni bilib adab qoida o'rgatmagan, uy ishlarini o'rgatmay, faqat yeyish bilan chiqarishni biladigan qalidakli cho'ng qilgan bo'lib qolatdingiz. Mushundaq gaplar bo'linsa, chidaymanmi ana? Nech qitim gapga chidamay ajrashmoqchi bo'lib uyga yomonlab borsam, qilchi yuz xotir qilmay tillab ketdingiz. Sizningchi bo'lganda, yo'ldishimning uyidagilar oltinga bagisiz esil, yaxshi kishilar. Men bo'lsam, gap anglamaydigan yog'och quloq, yaxshilarning qadrini bilmagan gadankash bo'ldim. Ular menga ich-ichidan ko'yinib, e'tiborimni qilib tursa-mu, beshamlik qilib, yomonlab borgan qatorga chiqdi. Nemisini day. Bu dunyoda menga ishonadigan odam chiqami? Shu uyga berib, men yo'ldishim, qaynotalarim bilan birer hafta turadigan bo'lsangiz kashki. Shuningga imkon bo'lsa-di, jinim ana.
Talaliqi yaxshi odamlarning hammasining uy ichidagi yurish turish, muomala odatlari tamoman yaxshi bo'lib ketmaydi ekan. Ular boyliqiga, dafni dunyosiga bak ishinadi ekan. Shunga kimni nima degim kelsa daveraman. Malla ustunlikda boshqalarning hammasi men uchun bir tiyinga arzimaydi degan ideyaning allaylishida o'zini xon sanab yashaydi ekan.